Alo. Jo'qa bosyapmisan? Ha, men nima gap? Menga pitsa yetkazib ber tez. Ha, bo'ldi, hozir yetkazib beraman. Manzilni yozib qoldiring. Hozir manzilni men senga SMS qilib yuboraman. Ha, mayli, hozir yetkazib beraman. Ha, bo'pti. Yaxshi, yangi buyurtma tushdi. Endi bu buyurtmani yetkazib berishim kerak, lekin manzilni kiritishmadi. Yo'q, hayronman qayoqqa olib borishni. Manzilni yuborib qo'yaman dedi. Qachon yuboradi, hayronman. Mayli. Yuborguncha men borib boshqa buyurtmalarni yetkazib tura qolaman. Ya'ni boshqa buyurtmalarim ham bor. Hozir menda 28 ta buyurtma bor. Oho, buncha nima necha kunda tarqataman, hayronman. Mayli, hozir bir chekkasidan tarqatishga harakat qilaman. Birinchi o'rinda garajni yopib ketish kerak. Agar JTL garajiga kirib oladigan bo'lsa, bu yerni rasvosini chiqarib tashlashadi va keyin garajdan asar ham qolmaydi. Hozir birinchi o'rinda borib buyurtmalarni olib olishim kerak do'kondan. Chunki do'kondan olib tashlayman. Qoch, yaramas JTL, urib ketaman axir. Oy, tetak, yo'lga qarab haydasang bo'lmaydimi? Men yo'lga qaramay osmonga qarab haydayapmanmi? Sen yo'lda turibsan, ahmoq, qochib tur yo'ldan. Xo'p, mayli, hozir mana shu yerda turib tursin, mototsiklim paka. Rostdan ham o'zi yo'lga qarab haydayapman. Nima deb yozilgan? O'zidan o'zi yurib ketyaptimi? Tushunmadim. Sirg'anayapti shekilli. Assalomu alaykum, bratan. Va alaykum. Ha, Jo'qa, nima gap? Yangi buyurtmalar tushgandi, o'shalarni olib bormoqchi edim. Ha, olib bor. Bu pitsa bilan kolani o'zingiz qoqayapsizmi? Ha, endi och qolganimdan keyin yeyman-da. Ha, yaxshi. O'zingiz ham haqqingiz bor-da endi, bratan, nima ham derdik. Ha, shunaqada. Короче, bitta buyurtma tushdi-yu, manzil jo'natishmadi. Maqsamikina. So'radingmi manzil qayerda deb? Ha, so'radim, aytishdi, hozir jo'nataman deyishdi, lekin ancha vaqtdan beri jo'natmadi. Kutib tur, chiqani jo'natib qolar. Aha, mayli, unda men qolgan buyurtmalarni yetkazib turay. Hozircha 6 ta pizzaga va 4 ta kolaga buyurtma tushgan. Bo'ldi, yetkazib ber. Keyin o'sha buyurtmalar shu buyurtmalarning ichidami? Yo'q, ular отдельный. Bo'pti, unda bularni tarqatib kel. Mayli. Xo'p, u buyurtmalarni egasi yozguncha men mana bu buyurtmalarni yetkazib beraman. Birinchi buyurtma kafega zakaz qilingan. Kafeda nahotki pizza pishirishmasa, pizzani buyurtma qilishadi. Bu juda ham g'alati degan, lekin nimaga bunaqa qilishadi, hayronman. Qoch, yaramas. Xo'p, mana shu yerda asta tushamiz. Assalomu alaykum, brat. Va alaykum. Jo'qa, qalaysan, tinchmi? Zo'r. Mana bu yerda barglar turgandi. Bu yerga panjara o'rnatib olibsiz. Hozir bu yerda remont ishlari ketmoqda. Mana bu yerda ham qo'l yuvadigan narsalar turgandi, yo'qolib qolibdi. Aytyapman, remont ketmoqda hozir. Tushunarli. Mana bu yerda ham bloklar bo'lib qoldi. Bu yerda narsalar bor edi, rostdan ham hamma narsa o'zgarib ketdi-ya. Shunaqa. Aha, mayli. To'xtang, men sizga buyurtmangizni berib ketaman. Nechta edi pizza? 2 ta pizza, bitta kola edi. Aha, mana bitta kola. Bo'pti, rahmat, sog' bo'l. Pulichi? Pulini zakaz qilayotganda kartini o'tkazgandim-ku. Bo'pti, bratan, kechirasiz. Okey. Mayli. Hozir boshqalarga ham atashmasam, bu uyga ham bitta pizza bor edi. Assalomu alaykum, janob JTL. Va alaykum. Sen dostavchikmisan? Ha, bitta pizza buyurtma qilgan ekansiz, mana. Rahmat, lekin sal farosatsizlik qilib qo'yding. Nima qildim? Buni yerga qo'yadim, ahmoq. Nimadir ustiga qo'yish kerak edi. Kechirasiz, hozir men sizga farosatlilik bilan mana uni ustiga qo'yib beraman, olib yeysiz, xo'pmi? Bo'pti, rahmat. Yana kerak bo'lsa buyurtma qilamiz. Aha, mayli, rahmat sizga ham. Xo'p, bu yerni yopamiz. Hozir 3 ta kola va 3 ta pizza qoldi. Bularni ham tezroq yetkazib bersam, keyingi buyurtmalarga o'tsam bo'ladi. Ya'ni stop. Ana bratanlar hali ham manzilni yuborishman. Hayronman qachon yuborishar ekan, lekin qachon bo'lsa ham tezroq yuborishsa olib berar edim. Qanaqadir yoshi kattaroq odamning ovoziga o'xshadi. Mana bu yerda uyda odam yo'q ekan. Zakasni qo'yib ketyapman, boshqasi bilan ishim yo'q. Stop. Bo'ldi, buyurtmani manzilni yuborishdi. Endi o'sha manzilga hozir olib borib beraman. Avval bu buyurtmalarni tarqatib bo'lishim kerak. Xo'p, telefon qilib qo'yishim kerak. Alo, assalomu alaykum, bratan. Va alaykum assalom. Siz pizza zakaz qilgandingiz va manzilni endi yuboribsiz-a? Mana telefonga tushunmadim hozirroq. Yaxshi. Unda hozir uzoq 10 minut yetkazib beraman. Bo'pti. Mayli. Juda ham yaxshi. Bu yerda ham buyurtma bor edi. Nahotki JTlar aytgancha kun bo'yi uyda bo'lmaydi, JTlar kechasi faqat uyga kelishadi. Kolani yoniga qo'yib ketib, orqasiga pana joyda qoldiradigan bo'lsam, kelib ko'radi, kola yo'q deydi. Nima sen yetkazib bermadingmi deb keyin men ustidan jalba qiladi. Men ustidan jalba qilgandan keyin ishdan bo'shab ketishimga to'g'ri kelishi mumkin. O'shaning uchun yashirincha joyga emas, ko'rinadigan joyga qo'yib qo'yishim kerak. Mana shu yerda bitta buyurtma bor edi.
mana bu bratanga berib ketish kerak albatta. Qani uy egasi? Bu yerda ham nahot aytdim o'sha yetellar kun bo'yi uyda turmaydi. Tak, kolani ham shuni ustiga, kolani versak ustiga qo'yib ketaman. Tamom, mana. Bemalol olib yeb, ichib o'tirsa bo'ladi. Hamma buyurtmalar tarqatdim. Bularning hammasi pulni to'lagan karta orqali. Endi esa ana bu buyurtmalarni olishim kerak, lekin bilmadim. Tak, bitta pizza zakaz qilishgan ekan. Bir dona pizza uchun o'sha manzilga borishim kerak. Bu qanaqa manzil? Nomini g'alati kiritgan, lekin eski nimadir degan tushunmadim. Bu kirilchada yozilgan ekan. Obbo, yosh qari odam ekanda, kim bo'lsa ham. Mayli, hozir olib olayin-da. Bratan, o'sha buyurtmani egasi manzilni yubordi. Qayerda ekan? Eski nimadir deb yozilgan ekan. Mana o'zingiz o'qib ko'ring-chi. Hozir mana o'qib ko'ring qani. Bu eski bino. Janob, men uyidan to'g'ri yursak, omborni chap tomonida turibdi. Bo'ldi, bratan, men bildim bu joyni qayerda ekanligini. Bitta pizza zakaz qilishgan ekan. Bo'ldi, olib borib ber. Mana bu hozir olib borganlarim hammasi kartadan to'lov qilgan ekan. Bitta tekshirib ko'ring-chi, rostdan ham to'lov qilishganmi? Tak, hozir. To'lov qilishgan ekan. Mayli, bu bratanchi. Bu qariyami kim bu? Qanaqadir qari odam shekilli ovozi g'alati ekan. Bu ham zakazga pul to'lagan, ortiqchasi bilan to'lagan ekan. Yo'q, ortiqchasi bilan to'laganmi? Shunaqa. Mayli, unda men buni yetkazib berib kelayin, kelgandan keyin boshqa ishlar bilan ham shug'ullansam bo'ladi. Tak, hozir buni qayoqqa borib qo'ysam bo'ladi? Eski binoga deganligi, eski binoda hech kim yashamaydi-ku. Qanaqasiga, qayerga qo'yib ketaman men? Yo'q, kim zakaz qilgan qizig'i? Qanaqadir ustalar kelganmikan eski binoni tuzatishga? O'shaning uchun zakaz qilgan bo'lishlari mumkin. Bilmadim, hayronman, lekin bu yerda odam yashamasdi avval. Noto'g'ri joyga parkovka qo'ydim, mototsiklim mayli shu yerda tura qolsin. Tak, qanaqadir g'alati. Bu yerda hech kim yashamaydi, lekin zakaz qilishgan. Qanaqa kiraman bu uyning ichiga? Mana kirdim. Biroman stop, bu yerda qanaqadir divan, yo'q, bunchalik yumshoq bu. Tayda nima bor tushunmam, qanaqadir joymi nimadir bor ekan. Mayli. Stop, nimadir ko'rgandek bo'ldim. Hozir yotib olib turib ko'ray. Yotib olsam ham ko'rinmas ekan baribir. Tak, mana bu yerdan ko'rinar ekan. Mana shu yerdan ko'rsa bo'lar ekan. Yo'q, baribir ko'rib bo'lmayapti, hayronman. Mana taxta ekan, nima ekan deb o'ylabman. Tak, hozir telefon qilayinchi. Alo, bratan. Nima gap? Pizzani olib kelgandim. Bu yerda hech kim yo'q-ku. O'sha uyning ichida qoldirib ket, o'zim olaman. Mayli, farqi yo'q menga. Mana shu yerda qoldirib ketyapman, bratan. Bo'pti, boraver. Mayli. Sog' bo'ling, sizga rahmat deb siz rahmat deyishingiz kerak edi, atak men sizga rahmat deyman, mayli. Xo'p, hozir qaytib ketishim kerak, lekin hayronman, qanaqasiga bu yerda hech kim yashamasa, bu yerga o'zi hech kim turmaydi. Bu uyga odam kirsa o'zi qo'rqib ketadi. Lekin qanaqadir buyurtma tushyapti bu yerdan. Hayronman, nimaga bunaqa qilishyapti? Balki qanaqadir arvohdir, yo'q, qanaqa arvoh bo'lishi mumkin. Qariya odamning ovozi, balki qanaqadir boboy yashardir bu uyda. Yo'q, boboy yashashi mumkin emas. Qanaqa boboy yashashi mumkin? Bilmadim. Xullas, adashmasam buyurtmalar tugadi. Hozir uyimga borib tinchgina dam olib o'tirsam ham bo'laveradi. Voy, obbo, shu yetmay turganda mototsiklim portlab ketdi. Endi nima qilaman? Piyoda tashiyman hamma narsani. Obbo, mana bu yana olovni o'chirmasam hozir uylarga o'tib ketsa. Obbo, o'ch. Hozir janob merdan juda ham ko'p gap eshitsam kerak. Tak, lekin juda ham rasvo bo'ldi. Palakat, yaramas, jo'xa palakat. Juda ham palakat bola chiqdim boru. Hamma joyda palakatligimni ko'rsatyapman. Hattoki to'yimda ham palakatlik qilgandim. Oho, rasvo bo'lib ketdi hamma yo'q. Mayli, hozir nahotki yo'l buzilib ketdi, yo'lni sozlab qo'yishim kerak. Mayli, bu yo'llar soz bo'lmasa ham yo'l soz turish kerak, chunki janob mer bilib qolsa juda ham ko'p gapiradi menga. Yo'q, rasvo. Mayli, hozir taxta bilan bo'lsa ham yo'lni sozlab qo'yayin. Agar bu shu holatda bo'lsa ham sozlab qo'ymasam, mashinalar yura olmasa, janob mer menga juda ham ko'p gapiradi. Mototsiklim portlab ketgani yomon bo'ldi. Mayli. Hozir mana bu narsalarni ham shu yerga tashlab qo'yayin, musorlarni. Ya'ni mana bunaqa g'ildiragi va bir nechta narsalar kerak emas menga. Yaramas. Palakat ekan shu buyurtma bor. Shu buyurtmani oldim ham shunaqa ahvolga tushib qoldim. Nimaga bunaqa bo'ldi, hayronman. Mayli, hozir kirib yaxshi biroz damimni olsam juda ham yaxshi bo'lardi. Xo'p, yopib qo'yamiz, bo'ldi. Notebookimda xabar kelibdimi? Sen buyurtmani vaqtida ado etding va senga qo'shimcha yaxshi bo'pti. Qo'shimcha ish haqi tayinlanibdi. O'sha qo'shimcha ish haqidan yangi mototsikl sotib olsam bo'ladi. Yangi buyurtma kelib tushdi. Qanaqa buyurtma ekan? Nomer qoldirgan ekan, telefon qilaychi. Hozirgi boboy-ku, nima der ekan? Alo, assalomu alaykum. Necha marta salom berasan bir kunda?
Bratan, siz yangi buyurtma bermoqchimisiz? Menga yana bitta pitsa hamda 3 ta kola olib kel. Yo, to'g'rirog'i 3 ta kolani o'zi yetadi. Menga boshqa pitsa kerak emas. Demak 3 ta pitsa, yo'q, qanaqa 3 ta kola zakaz qilmoqchisiz, shunaqami? Shunaqa. Hozirgi joyga yetkazib ber. Mayli, hozir yetkazaman. Bo'pti. Mayli. Tak, 3 ta kola dedim. 3 ta kolani zakaz yetkazib berishim kerak, mayli. Lekin to'g'risini aytsam, mana bu yer juda ham rasvo holatga tushdi, janob mer bilmasin-da. Telefon, janob mer telefon qilyapti. Alo, eshitaman, janob mer. Voy, nima qilding yo'lni? Kechirasiz, to'satdan mototsiklim portlab ketdi. Tez to'g'irlab qo'y. Mayli. Bo'pti, tezlashtir. Xo'p, mayli janob mer. Hozir. Bratan, assalomu alaykum yana bir bor. Nechma salom berasan seni, jonga tegib ketding to'g'risi. Yangi buyurtma 3 ta kola. Bo'ldi, puli tushgan ekan, olib borib ber. Mayli, ketdim. Nima qilsam ekan? Mayli, buyurtmani yetkazib berang, keyin bu yerni nimadir qilarman. Mana bu yerdan qisqa yo'ldan borsam ham bo'ladi, lekin men bitta narsaga juda ham hayron qolyapman. Bu yerda hech kim yashamaydi va hech kim, pizzani ham olib ketishmabdi. Hozir telefon qilayinda. Alo, bobo, siz haligi bobomsiz, o'zi kimsiz bilmayman. Meni yoshim qari, meni bobo deyaver bemalol. Siz hattoki pizzani ham olmabsiz, lekin kolani nima qilay hozir? To'g'risini aytsam, men pizzani olib kira olmadim ichkariga. Ya'ni divanni ko'ryapsanmi? Ko'ryapman. O'sha divanni tagiga pizzani ham, kolalarni ham olib kel. Bo'ldi, hozir olib boraman. Bu yerda qanaqa joy bor? Kelsang ko'rasan, tezroq kel. Mayli, qanaqadir eshik taqillatayinchi. Kiraver. Xo'p. Assalomu alaykum, boboylar. Bolam, qandaysan, tinchmisan? Bobo, siz ham shu yerdamisiz? Bolam, endi biz sinfdoshlar bilan o'tirdik, maza qilib. Shuni oldinroq aytsangiz bo'lmaydimi? Men uyingizga olib kelib beraman. Mana to'xtanglar, men sizlarga bitta kola, sizga bitta ichib o'tiringlar. Onasini ham mazza qilib o'tiribsizlar ekan-ku. Sizlar nimaga bunaqa qilyapsizlar? Aytish kerak edi kimliklaringni. Siz telefon qilganingiz shekilli. Men telefon qildim. Bolam, men aytdim-da, agar sen bilib qolsang, chet ellarga aytsang, ular ham biz yonimizga keladi. Keyin biz bu yerda mazza qilib o'tira olmasdik. Tushunarli. Demak, sizlar chet ellardan qochib shu yerga kelgansizlar. Shunaqa. Bobo, siz nimaga gapirmaysiz? U soqov. Soqov? Soqov. Gapira olmaysizmi? Yo'q, men gapiraman. Faqat men ismim Soqovda, ismim. Ismi Soqov. Ismi Soqov ekan-ku, bobo. Ismi Soqovda, bolam. Ismi Soqov bo'lsa, lekin siz Soqov emasmisiz? Yo'q, men ismim Soqov, lekin o'zim nima edi? Nosoqov. Tushunarli. Mayli, bratanlar, unda osh bo'lsin, maza qilib o'tiringlar. Bo'pti. Bor endi, ishingni ko'r. Mayli, bobo, keyin uyga borarsiz. Bolam, boraver. Mayli. Obbo, bu chollar yomon chollar. Bular maza qilib o'tirar ekanda har kuni. Bo'ldi. Bobom o'zi 1-2 kundan beri yo'qolib qolganiga hayron bo'layotgandim. Mayli, bo'pti. Aytgancha tezroq ana yo'lni so'zlamasam, janob mer meni go'shtimni yeb tashlasa kerak.